uylarni isitishda elektr isitish qozonidan foydalanasiz, ammo sarf xarajat ko'p bo'lmoqda. Bizda ajoyib yechim bor. Ya'ni Rossiya davlatining Zota zavodida va Temev zavodida ishlab chiqariladigan katyol, pechkalarimiz sotuvda mavjud. Katyollarimizdan bemalol o'tin, ko'mir, briket, gaz, elektr yoqib foydalansa bo'ladi. Endi ko'mir hisobiga bir zapravkasi 7-8 soat atrofidan boshlab yog'i 7-8 kungacha yoqib foydalansa bo'ladigan katyollarimiz sotuvda mavjud. Ruchnoy katyollarimizni bir zapravkasi 10-12 soat atrofidan boshlab 20-24 soatgacha yoqib foydalansa bo'ladigan turlari sotuvda mavjud. Qo'l avtomat katyollarimiz bir zapravkasi o'rtacha 20-30 soat atrofida yoqib foydalansa bo'ladiganlar sotuvda mavjud va avtomat aqlli katyollarimizni bir zapravkasi 3-4 kun atrofidan boshlab 7-8 kun atrofigacha yoqib foydalansa bo'ladigan avtomat aqlli katyollarimiz sotuvda mavjud. Katyollarimizni bemalol telefon raqamlarimizga bog'lanib, yanada to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Katyollarimiz hozirgi kunda 40-50 metr kvadrat atrofidan boshlab 1350 metr kvadratgacha qo'yib foydalansa bo'ladigan katyollarimiz sotuvda mavjud. Tejamkor sertifikatlangan ishonchli zavodskoy katyollar. Kimda kim ishonchli zavodskoy katyol sotmoqchi bo'lsa ham bemalol Samarqand, Qarshi, Jizzax, Navoiy bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa barcha kilovatlardan sotuvda mavjud.